Eri urgan xotindek turqi sovuq bo'lib qolganingizni qarang degan SMS o'qib g'alati bo'lib ketdim. Men becharaga endi bir go'micha chiqmasin. Hayotimda birinchi marta go'micha chiqishi, lekin o'zimga yarashib turibdi. Hamma ko'z deydi, o'zingiz o'qitib yuboring deyishgandi. Menimcha ko'zdan chiqmasa kerak deb o'ylayman. Vrachga borib keldim, hamma назначениyalarni qilyapman. Uylarimni tez-tez yig'ib oldim, bugun o'qishga bormadim. Ko'z tegan bo'lsa, demak hamma yog'imni bir sidra yig'ishtirib chiqib, qo'llarimni artib olaman dedim. Ko'z nazardan asrash uchun olmali uksus tartish kerak, lekin laminatim ishirib qo'ymaslik uchun maxsus eritmasini ham Villada Germaniyada ishlab chiqarilgan eng zo'r shvabra men uchun почти 1 yildan beri ishlatyapman. Juda ham udobniy, korzinkada ham sotadi. Buni o'zim marketdan ham olsanglar bo'ladi. Insal o'zini maxsus suyuqligi bilan artsanglar, parketda eshib ketmaydi, yaltirab turadi, uncha-munchaga chang olmaydi. Paytdan foydalanib kirmoshinamni ham yaxshilab tozaladim. Kirmoshinam mog'orlab ketmagani sababi maxsus suyuqlikda artib olaman, ichiga bavi solib, очистка barabani qilib olaman. Antinakib xususiyatiga ega maxsus suyuqlikka solganinglardan keyin hamma joyini artib tashlab, gubkaga shimdirib, ozgina ustidan bavi qo'yib очистка barabani qilib olishinglar kerak. Ana o'shanda sizlarga uzoq yil xizmat qiladi. Ishlatib ko'ringlar.